Men IELTSdan 1,5 ball olganman. To'g'ri eshitdingiz, 1,05 ballni olganman. Hafta davomida ko'zim shishib yig'lab yurganman. Imtihonім 2023-yil avgustda belgilangan edi. Qarabsizki, butun yoz bo'yi aynan o'sha kunda kechasi bilan yomg'ir yog'ib chiqqan. Yurib turib derazadan qaradim, yomg'ir hali ham yog'yapti ekan. Yomg'ir paytida o'qiladigan duoni aytdim. Allohim, ushbu yomg'irni biz uchun xayrli qilgin deb imtihonimga chiqib ketdim. Tushunishinglar uchun men computer based imtihon topshirganman. Bu yerda kichkina xonachalar, bo'lmachalar ajratiladi. Listening boshlandi. Endi qarabsizki, aynan birinchi o'quvchi emas yoki uchinchi o'quvchi emas, mani tepamdan ikkinchi o'quvchini tepasidan shiftdan yomg'ir tomchisi tushib boshladi. Boshimga, keyin oyog'imga sirg'alib tushib boshladi. Salfetkalar berib ketishdi. Artib o'tirdim. Listening ketyapti, qulog'imda eshityapman, kompyuterda belgilayapman. Bitta qo'lim bilan pasimdagi, oyog'imdagi yomg'ir qismlarini artib yotibman. Shunaqayam depressiv bo'lib ketgan edim. Qarayapman, bir ikkita savollarni o'tkazib yubordim. Eng qiyin savollar, hayotimda ko'rgan eng qiyin savollar tushyapti. 5 ta so'z, 3 ta so'z mana shuni amallab tugatdim. Nazoratchi kelib, siz juda ham qiynaldingiz. Bu noqulayliklar uchun uzr so'raymiz va xohlasangiz sizni testingizni boshqa kunga ko'chirib beramiz deb aytishdi. Men esa shokda, men bu qiyin imtihondan qutulganimdan xursand edim. Bir tarafdan xafa ham edim, nimaga meni imtihonim bunaqa bo'lyapti deb. Va meniki keyingi sentyabr oyining oxiriga ko'chirib berishdi. Bir oydan keyingi. O'rtada men IELTS ballarim chiqdi. Listeningdan 6,5 olganman va o'sha 6,5 ni 4 ga bo'lib menga 1,5 ball chiqarib berishgan. Sharmanda. Va bir oydan keyin men sentyabr oxirida yana qaytadan IELTS imtihonimni topshirdim. Bunda men katta natija 7,5 bilan tugatdim. Bu voqeadan keyin anglab yetdimki, Alloh bizga doimo eng xayrlisini nasib qiladi.